Assalomu alaykum mana mahalladoshlar. Mana bolalarni maktabdan kelayotganini ko'ring bu bolalarni. Mana ko'chalar loy. 12:45 da maktabdan chiqqan mana. Soatimiz hozir 2:10 bo'ldi. Mana bular yurishga qarang. 1 soat 20 minut da kelyapti yo'llar. Mana rais bo'lsa raisga aytdim mana yo'llarga bir tosh to'kib bering desam, kunlar o'sib ketadi deydi. Odam soni kerak bo'lsa bu yerga keladi. Boshqa vaqti yo'q. Bu bachchalarni har kuni inasi kirini yuva mana usti boshini. Har yomg'irda kechikib boradi. Nechon kechikib bording bugun? Mana bular qarang. Domlalar, sizlar ham ko'ringizlar bizlarni yo'llarni mana. Azoblikni ko'ringizlar. Nima kelsa shu Gagarinning ichiga bo'ladi hamma narsa. Hali mana yomg'ir unda sevalagani yo'q mana. Qishki kunlari kelsa shu mana kirib bo'lmaydi ichkarilarga. Rais va ko'ring sizlar mana yo'llarni. Men bekarga sizga chiqib telefon qilib aytayotganim yo'q. Mana shu yerga 1 kilometr yo'limizga tosh to'kib berishingiz kerak. Mana ahvol.